Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bilgan bo'lsanglar, oldingi videoyimizda 13 ta mashina qo'ydik. Kommentariyada qimmat deb yozganlar bor. O'sha 13 ta mashinadan atiga hozir bitta donasi qoldi. Sotilib ketdi. Arzonga berib yuboramiz mashinalarni. Mana bugun xudo xolisa shu videoda 7 ta mashina qo'yamiz. Arzon narxlarga xudo xolisa kelib, talashib olib ketinglar, yaxshi narxda berib yuboramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi mashinamiz Monza 2023-yil 53 ming kilometr yurgan, kraskalari 100% top-toza, 13.700 dollarga berib yuboramiz. Gag Ayon 2023-yil 88 ming kilometr yurgan, zapas xodi 500 kilometr, narxi 15.300 dollar. Malibu 1 mashinamiz, ko'pchilik so'rayotdi Malibu 1. 2012-yil 270 ming kilometr yurgan, plus metan gazlari bor, 5800 dollarga berib yuboramiz. Keyingisi Cobalt 2025-yil 34 ming kilometr yurgan, kraskalari 100% top-toza, 10.600 dollarga beramiz. Gentralarimizdan navbati 2023-yil Gentramiz atiga 33 ming kilometr yurgan, kraskalari 100% top-toza, navorotlari bor, narxi 10.900 dollar. Mana yana bitta keyingi Gentramiz 2022-yil 82 ming kilometr yurgan, polni shumkali qilib qo'yilgan, metan gazlari bor. Bu mashinamizni ham 10.900 dollarga berib yuboramiz. Lacettini ham ko'pchilik so'rayotdi. 1.8 Lacettimiz 2012-yil 390 ming kilometr yurgan, plus metan gazlari bor, navorotlari bor. Narxi 5.500 dollarga berib yuboramiz. Mana videolarimizda mashinalarimizni qo'ldan kelgancha arzon narxlarda berib yuboramiz. Oqtepa filiallarimizda ham mashinalar ko'p turmayapti. Shoshilib olib qolinglar, arzon narxlarga berib yuboramiz mashinalarimizni. Agar elektromobil, gibrid yoki kattaroq shu inomarkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Oqtepa filialimizga kelasizlar. Telegram kanalda lokatsiya bor. Agar shunga o'xshash mana Gentra, Cobalt, Malibu, Tracker shunga o'xshash mashinalar bo'lsa, Do'mbirovod filialimizga kelasizlar. Do'mbirovod lokatsiyamizni ham Telegram kanalimizga joylashtirganmiz. Kirib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin tekshirib berish xizmatlarimiz ham bor, buni bilasizlar. Atiga 200 ming so'mga tekshirib beryapmiz. Hozir kim 200 ming so'mga tekshirib beryapti? Ham kraskasini, probegini, elektromobil bo'lsa, yo'nkislarigacha tekshirib berilyapti. Kelib xizmatlarimizdan foydalanib, baraka topib ketsanglar, biz xursand bo'lamiz. Tekshirib berishlarimiz ham arzon, mashinalarimizni ham arzonga berib yuboramiz. Bu hammasi kim uchun? Bizani qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz uchun. Nima deymiz? Bossamiz. Mustang Avto barchasida mukammaldir.